Jigar, hali ham o'ylanib o'tiribsizmi? Uyimni patolog qismini nima qilay ekan deb. Biz sizga Tunikofonda tavsiya beramiz. Ishlarimizni ko'ringlar. Agar yoqsa vizit qilaverasizlar, Jigar. Aziz vatandoshlar, darvoza qismi mana shunday go'zal holatda bitkazib berilgan. Chekkalarini 45 gradusli fasonda qilib berilgan. O'rtasiga oyna qo'yiladi, endi qo'yiladi. Hali ishlarimiz davom etmoqda. Bitta ko'rib baho berib qo'yaverasizlar. Oldilari ham bo'lgan. Oldilarini ko'ramiz, qani. Oldi qismini ham mana shunaqangi go'zal holatda bitkazib berilyapti, do'stlar. Aziz vatandoshlar, o'ta bir go'zal holatda bitkazib bermoqdamiz. Bu ayvon qismi darvozaxonaniki bilan bir xilda qilib. Bu yerga ham hali oynalari qo'yilgani yo'q, svetlar qo'yilgani yo'q. Xudo xohlasa ularni ham qo'yib, uyda egasiga yorug' o'z bilan topshiramiz. Ko'cha qismini ham mana shunaqangi go'zal holatda bitkazib berilyapti, do'stlar. Ozgina ishlar qolgan, xudo xohlasa bugun bitadi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.